Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Videoni boshlashdan oldin like tugmachini bosasiz va kommentariy yozishni unutmang. Va biz videoni boshlashmiz. Bugun biz yangi dasturda Excel darslari tugadi. Bugun biz yangi dasturga Canva'da Canva o'zi nima? Birinchi biz tushunchasini o'rganamiz. Canva o'zi nima? Canva bu xuddi PowerPoint dasturidagi zamonlashtirilgan dastur. U faqat internet tarmog'ida ishlaydi va boshqa tarmoqlarda ishlamaydi. Canva'da tayyor prezentatsiyalarni almashtirib, o'zingizga xohlagan prezentatsiya qilishingiz mumkin. Va bu yerda sizga tekin shablonlar berish mumkin. Va siz kanalingizga video, Instagram uchun sahifalar, sotseti, onlayn doska va dokument, Word ishlash bo'ladi. Bugun biz birinchi darsimizda prezentatsiya qilish o'rganamiz. Prezentatsiya bosamiz. Mana kirib oldim. Bugungi birinchi dars haqida yaratamiz shablon. Bosamiz. Masalan, bizni qaysi prezentatsiya qilish haqida. Masalan, biz zoopark haqida qilmoqchimiz. Zudib yozamiz, chiqadi. Mana qarang. O'z bunda Canva'da joylari bor, platniy. Buni bosmaysiz, toji bor, chunki unga siz premium sotib olishingiz kerak. Bilasizlar, shu uchun biz arzondan foydalana olamiz. Mana. Qaranglar. Mana bu sizlarga tekin shablonlar beradi mana. 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 Mana tekin sizlarga tekin narsalar qilib beryapti bu. Mana tekin rasmlar qilib beryapti sizlarga. Bunga o'z betiga tuta olishingiz ham mumkin. Canva bu juda zo'r dastur. Men ham ko'p foydalanib turaman. Bu dastur ham oldingi videolarim yaxshi chiqmagani uchun men o'zi kompyuter ichida video olmoqchiman. Sizlar ko'rinmasligi ham mumkin. Sizlar ko'rinayotgan bo'lsa bo'ldi. Keyin men hali ekran nurini ham to'g'rilayman. Mana shu bugun birinchi darsimiz shundan iborat. Bu rasmlarni o'chirib o'zingizlar rasmini ham qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Bugungi video shu. Video sizga yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib va obuna bo'lishingizni chiqmasin. Xayr.